ayolingizni almashtirish imkoniyati berilganda nima qilardingiz? Chuqur o'ylab o'tirmaydi erkak kishi uni. Не ожидаем ни Men seni eng ko'p nima uchun urishaman? Dars bajarmaganimga. Mani eng kulgili odatim qanaqa? Hech qatdan qo'shiq aytib o'ynashni boshlaysiz. Men jahlim chiqsa nima qilaman? Hech kim bilan gaplashmaysiz. Seni kimga o'xshataman? Dadajonga o'xshatasiz. Seni eng ko'p qachon maqtayman? Darslarimni yaxshi bajarsam, Senga hech kimga aytmasdan, narsalar olib berasiz. men nima yaxshi ko'rasan? Chunki siz mani odamsiz. Agar onani tanlash imkoni bo'lsa nima qilarding? Sizni tanlardim. Chunki sizni yaxshi ko'raman. Mani 3 ta so'z bilan ta'rifla. Mehribon, energichniy и qattiqqo'l. Men seni eng ko'p nima uchun urishaman? Darsni o'qimaгаnim uchun. Men eng kulgili odatim qaysi? Randomniy bitta ikkita narsalar aytasizmi yo'q? Не ожидаем Jahlim chiqsa nima qilaman? Baqirasiz. Men seni kimga o'xshataman? Xolajonimga. Men seni eng ko'p qachon maqtayman? Maktabda yaxshi qilganimda. Senga hech kimga aytmasdan, Masalan, nima qilasiz? men nima yaxshi ko'rasan? Chunki yaxshi ko'raman, buni endi yaxshi ko'raman. Hamma narsani yaxshi ko'raman. Mani 3 ta so'z bilan ta'rifla. Поддержка qilasiz, mehribonsiz, понимающийsiz.